Farg'onada bunaqa joy borligini aniq bilmagansiz. Bu joy farishtalar uyi. 3 yoshdan 18 yoshgacha nogironligi bo'lgan bolalar uchun kunduzgi parvarish maskani ochildi. Dushanbadan jumagacha ertalab soat 8:00 dan 17:00 gacha faoliyatini olib boradigan ushbu joyda barcha sharoitlar mavjud. Issiq xonalar, 3 mahal issiq ovqat, turli xil reabilitatsiya mashg'ulotlari, mutaxassislar nazoratida farzandingiz xavfsiz qaramoqda. Ushbu joyda transport xizmati ham mavjud, ya'ni farzandingizni ertalab olib ketib, qaytarib olib kelib qo'yishadi. Do'stlar, ushbu joyda narxi nech bildiysizlarmi? Bepul, 0 so'm. Ushbu joy haqida maksimal tarzda hamma bilishi kerak. Videoga like bosing, kommentariy yozing, tanishlaringizga yuboring. Ko'proq odam ko'rsa, hammaga foydali bo'ladi degan umiddaman. Manzili esa Farg'ona shahrimiz ko'chasida joylashgan, Tantana mehmonxonasi Universal bankning o'rtasida joylashgan Oblgazning ko'chasidamiz. Shunoqqina 200 metr ichkariga kirganligingda Orzular nomli ushbu maskan. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.